Assalomu alaykum hurmatli Alt Motors kuzatuvchilari hamda kanalimiz mehmonlari. Bugun sizlarga Alt Motors kompaniyasiga tegishli bo'lgan barcha modellarni qisqacha obzor qilib o'tamiz. Videoga like bosing hamda kanalga obuna bo'lishni unutmang. Hurmatli kuzatuvchilar, Alt Motors kompaniyasiga tegishli bo'lgan eng kichkina modelimiz, ushbu modelimiz yaponskiy original Zonshin motor bilan jihozlangan bo'lib, motor kubasi 130 kubalik hisoblanadi. Xo'p, bortini hajmiga keladigan bo'lsak, 90 sm ga 1.3 sm deyiladi, ya'ni 0.9 ga 1.30. Navbatdagi modelimiz 900 kilolik hisoblanadi. Ushbu modelimiz ham 130 kubalik yaponskiy original Zonshin motor bilan jihozlangan bo'lib, boshqaruv tizimi polavtomat korobka hisoblanadi. Ushbu modelimizni bort hajmiga keladigan bo'lsak, 1.10 ga 1.60 hisoblanadi. Bortining chuqurligi bexijolat ko'rib olishlaring mumkin. Hamda old ko'rinishlari. Navbatdagi modelimiz, ushbu motorolimiz 1 tonnali bo'ladi. Motor hajmi 150 kubalik bo'ladi. Bu ham original yaponskiy Zonshin motor bo'ladi. Hamda boshqaruv tizimi mexanический hisoblanadi. Ya'ni polavtomat yoki avtomat korobka emas. Ushbu motorolimiz bortini hajmiga keladigan bo'lsak, ushbu motorolimiz 1.30 ga 1.80 bo'ladi bortini hajmi, hamda chuqurligi va bort listlarini ko'rib olishlaringiz mumkin. Ramalari, balonlari bexijolat baquvvatgina ishlangan. Modelimiz 1.5 tonna yuk ko'tarish hajmiga ega bo'lib, motorlari 200 kubalik yaponskiy original Zonshin motor hisoblanadi. Mexanический uzatmalar bilan. Ushbu motorolimizni bortini hajmiga keladigan bo'lsak, ushbu motorolimiz bortini hajmi 1.30 ga 1.80 hisoblanadi. Hamda pastki qismi ko'rinishlari, mana ramalari ishlab chiqarilgan birkalar bo'ladi mana bu yerda. Mana bu motorlari. Ushbu motorolimizda ham sovutish tizimi radiatorli hisoblanadi. Hurmatli kuzatuvchilar, navbatdagi modelimiz 2 tonnali Jaguar deb nomlanadi. Ushbu motorolimiz 2 tonna ko'tarish xususiyatiga ega. Bortini hajmiga keladigan bo'lsak, 1.35 ga 220 hisoblanadi va 200 kubalik original Zonshin yaponskiy motor bilan jihozlangan bo'lib, balonlari 12 razmerdagi simli sayvon balon hisoblanadi. Mana oldi ko'rinishidan. Oldi ko'rinishi mana bort hajmlari. Yana antifriz bachok hamda bu yerda 18 litr bo'lgan benzin baki bor. Navbatdagi modelimiz, ushbu modelimiz 4 tonnali bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, bortini hajmi 220 ga 1.40 hisoblanadi. Buni motori 250 kubalik original motor, mashina motor hisoblanadi. Mashina motor hisoblanadi. Ushbu motorolimiz 4 tonna ko'tarish xususiyatiga ega hamda rama qismlari hamda balonlari qo'sh balon bo'ladi mana. Tag qismlari mana. Bemalol ko'rishlaring mumkin. Motori mashina motor hisoblanadi. Ushbu mashina motor 4 tonnali bo'lganligi uchun baquvvatroq tortish uchun shu mashina motor hisoblanadi. Tashqi ko'rinishlari, tashqi ko'rinishiga bir o'zingizlar baho bersanglar bo'ladi mana. Navbatdagi modelimiz 2 tonnalik samasval model bo'ladi. Bu ham 200 kubalik yaponskiy Zonshin motor bilan jihozlangan bo'lib, bortini hajmi 1.35 ga 2 metr hisoblanadi. Pastki qismlari mana yakka balon bo'ladi, mana zadniy moslari hamda mana bu qo'shasi ko'taradigan samasval. Bu yog' turadigan bachogi. Birkalari mana bu motor qismi. Samasvalni boshqarish uchun maxsus uzatmalar. Ushbu motorolimiz tashqi ko'rinishiga keladigan bo'lsak, ushbu motorollarimizda 4 xil rang mavjud. Ko'k, voyenniy, qizil, mokriy asfalt deyiladi. Ushbu motorollarga qo'shimcha ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda qoldirilgan nomerlarga bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Kuzatuvchilar, navbatdagi modelimiz, ushbu model Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri Alt Motors kompaniyasi uchun maxsus olib kelingan mashinani 3 g'ildiraklik varianti, ya'ni laboni kattasi deyiladi. Ushbu motorolimiz 3.5 tonna yuk ko'tarish xususiyatiga ega. Bortini hajmi 1.40 ga 250 hisoblanadi. Ko'rishlaring mumkin, ancha katta hamda ancha baquvvat motorolimiz. Pastki qismlari mana balonlari hamda zadniy moslari, zapaska balon, hamma narsasi bor. Yana qo'shimcha ma'lumot, agar siz bu zavoddan motorol sotib oladigan bo'lsangiz, ushbu zavoddan sizga qo'shimcha aksessuarlar taqdim etiladi.
shlem, kurtka, telefon держатель zavod tomonidan alohida sovg'alar bor. Ushbu narsalar sizlarga taqdim etiladi. Qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, qo'shimcha ma'lumotlar uchun, batafsil ma'lumotlar uchun ekrandagi nomerlarga bog'lansalaring bo'ladi. Ushbu modelimizdan hozirgi kunda Alt Motors zavodida 2 dona mavjud. Ushbu modelimizni mana salon qismida sizga ko'rsatib o'tamiz. Salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismida ajoyib rul hamda displey va mana bu yerda monitor hamda sovutish ventilyatorlari hamda pechkalari bor. Ushbu modelning va maxsus tepada luklari ham bor. Hurmatli kuzatuvchilar, navbatdagi modelimiz 2 tonnalik original заводской pol kabina hisoblanadi. Ushbu motorolimiz 2 tonna ko'tarish xususiyatiga ega. Motorol yondan ko'rinishi 12 razmerli simli sayvon balon hamda 200 kubali original yaponskiy Zonshin motor bilan jihozlangan bo'lib, bortini hajmi 1.40 ga 220 hisoblanadi. Ushbu motorolimizni bejizga заводской pol kabina demadim. Ichki ko'rinishini mana ko'rishingiz mumkin. Elektronniy dvornik hamda заводской tablolari, torpedkalari mavjud. Ushbu motorolimiz 18 litrdan oshiq bo'lgan benzin sig'im bakiga, benzin bakiga ega. Tashqaridan ko'rinishlari, mana oldi ko'rinishlari. Motorolimizda 2 ta led fara hamda o'ziga xos bejirim ablisovkalar bilan jihozlangan bo'lib, motorolimiz tashqi ko'rinishi. Hurmatli kuzatuvchilar, navbatdagi modelimiz 3 tonnalik samasval model bo'lib, ushbu motorolimiz 250 kubali yaponskiy original Zonshin motor bilan jihozlangan bo'lib, 3 tonna yukni ko'tarib og'darish xususiyatiga ega. Bortini hajmiga keladigan bo'lsak, 1.40 ga 220 hisoblanadi. Mana balonlar qo'sh balon hamda mana zadniy mos ko'rinishlari hamda samasval variantlarini ko'rishlaring mumkin. Ushbu motorolimiz 5 litrdan 7 litrgacha benzin sarflaydi, ya'ni rasxodi yuki bilan bo'lganda 7 litr atrofida 500 kilometrda obkatkadan chiqadi. Zavod tomonidan 2000 kilometr garantiya beriladi. Yana qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda qoldirilgan nomerlarga aloqaga chiqishlaring mumkin. Batafsil tushuntirib o'tishadi. Hurmatli kuzatuvchilar, keyingi modelimiz chorva modeli deyiladi, ya'ni mol, qo'y, chorva ishlarini bajarish uchun xususan maxsus ishlab chiqarilgan model bo'lib, ushbu motorolimiz 2 tonna yuk ko'tarish xususiyatiga ega hamda bortini hajmi 1.40 ga 220 hisoblanadi. Balonlari 12 razmerdagi simli sayvon balon bo'lib, motor kubasi 200 kubali bo'ladi. Tashqi ko'rinishlari ko'rishlaring mumkin. Ushbu motorolimiz tashqi ko'rinishlari hamda bortning ichini ko'rishlaring mumkin. Ancha chuqur. Bortini yonidagi reshotkalar yoki bortlarni yechib ishlatishlaring ham mumkin yoki xohlasalaring shu holatda ishlatishlaring ham mumkin. Ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketaman. Bizda zavodda kredit bo'lib berish variantlari mutlaqo yo'q. Kuzatuvchilar, navbatdagi modelimiz kashalot model bo'ladi, ya'ni 3,5 tonnani ko'tarib og'darish xususiyatiga ega bo'lgan modelimiz. Ushbu motorolimiz 300 kubali original yaponskiy Zonshin motor bilan jihozlangan bo'lib, balonlar razmeriga keladigan bo'lsak, 12 razmerdagi simli sayvon balon hisoblanadi. Bortini hajmi 1.40 ga 260, ya'ni eng uzun bort hisoblanadi. Hurmatli kuzatuvchilar, yana bir ma'lumot, Alt Motors zavodimizda pol kabinalar ham sotuvda bor. Siz sotib olgan motorolingizga xohlasangiz pol kabina qo'ydiraman desangiz, ushbu pol kabinalarni tanlaganingizni qo'yib berishimiz mumkin. Ushbu pol kabinalarimiz 2 xil ko'rinishga ega. Bunisi oddiyroq bitta farali bo'ladi, bunisi 2 ta faralik, oldida ablisovkalari bo'ladi. Dvorniklari elektronniy bo'ladi. Bu oddiysida dvornigi qo'lda boshqariladi, mexanический bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.